Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Turkiyada yagona bo'lgan 100% grant, ya'ni Turkiya burslari haqida gaplashamiz. Turkiya burslari o'zi nima? Bu xalqaro talabalarga Turkiyada bepulga o'qish imkoniyatini beradigan grant. Turkiya burslari o'z ichiga nimalarni qamrab oladi? Keling sizga birma-bir aytib o'tsam. Turkiya burslarini yutganingizdan keyin siz bepul ta'lim, ya'ni 5 yil yoki 4 yil davomida bepul ta'limga ega bo'lasiz. Meditsinskiy strafovka, ya'ni sog'liq sug'urtangiz, sizni yotoqxonangiz, yeb ichishingiz, ya'ni o'sha oziq-ovqatingiz, keyin sizga stipendiya beriladi. Undan tashqari 1 yil davomida til o'rganishingiz va sizga aviachipta har yil o'z uyingizga uchib borishingiz uchun aviachipta beriladi. Turkiya burslariga kimlar topshirib biladi? Agar siz bakalavrga topshirmoqchi bo'lsangiz 21 yoshgacha bo'lishingiz kerak. 21 yoshdan o'tdingizmi bakalavrga topshira olmaysiz. Maktab o'qishdan boshlab, ya'ni 11-sinfdan boshlab 21 yoshgacha topshirib bilasiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, Turkiya burslariga topshirish uchun sizga hech qanaqa til sertifikatlari kerak emas. Yoki turk tilini bilish yoki ingliz tilini bilish, IELTS sertifikatlari kerak emas. Xo'p, agar siz magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, albatta siz 30 yoshgacha bo'lishingiz kerak. Agar 30 yoshdan o'tib ketsangiz, siz magistraturaga topshira olmaysiz. Albatta, sizda bakalavr diplomingiz bo'lishi shart. Xo'p, doktoraturaga keladigan bo'lsak, 35 yoshgacha bo'lishingiz kerak. Turkiya burslariga topshirmoqchi bo'lsangiz. Turkiya burslariga turklardan boshqa hamma davlat почти topshirib biladi. Xo'p, trебование, ya'ni topshirish uchun yana bir talablardan biri, siz maktab baholaringiz agar bakalavrga topshirmoqchi bo'lsangiz, 70% dan yuqori bo'lishi kerak. Sizga Turkiya burslari, ya'ni shansiz ko'proq bo'ladi. Agar 70% dan yuqori bo'lsa, topshirsangiz, chiqish imkoniyatingiz, ya'ni o'sha grantni olish imkoniyati sizda ko'proq. Aytib o'taman, agar 70% dan kam bo'lsa, topshirib o'tirmang. Magistraturaga ham xuddi shunaqa. Xo'p. Qarang, sizga kerak bo'ladigan dokumentlar haqida birma-bir tushuntirib o'tsam. Birinchisi avvalambor pasportingiz, fotosuratingiz sizga kerak bo'ladi. Attestatingiz o'sha tabel, diplom maktabdan olganingiz, agar magistratura bo'ladigan bo'lsa, bakalavr diplomingiz va maktab attestatingiz ham kerak bo'ladi. Xo'p, gрамота, sertifikat, ya'ni bu nima? Siz shu yoshgacha erishgan barcha sertifikatlaringiz, barcha siz mana o'sha olimpiadalarga qatnashganmisiz, sportga qatnashganmisiz, nimadir o'rinlarga ega bo'lganmisiz, barchasini siz u sistemaga, ya'ni o'sha registratsiya payti tiqishingiz kerak, chunki u sizni shansingizni, o'sha grant yutish shansingizni ko'paytiradi. Xo'p, keyingi dokument bu rekomendatsion pismo. Bu sizni naslaniga, ya'ni ustozlaringizdan siz haqingizda qanchalik aqlli, dono va o'sha tillo bo'laligingiz haqida rekomendatsion pismo yozib berish kerak sizning ustozlaringiz va shu narsa juda ham muhim. Xo'p, keyingisi motivatsion xat. Motivatsion xatda siz aynan nimaga shu grantga siz loyiqligingiz haqida va qaysi yo'nalishda o'qib, o'sha yo'nalishda kim bo'lmoqchisiz, xullas, motivatsiya, u o'qigan odam, sizni tanlayotgan odam o'sha pismoni o'qib bo'ldi, shu odam to'g'ri keladigan degan motivatsion xat yozib berishingiz kerak. Xo'p. Keyingisi поступление 3 ta etapda bo'ladi. Birinchi siz registratsiyadan o'tasiz, ya'ni bu registratsiya jarayoni 10-yanvardan 20-fevralgacha bo'ladi. O'zini Turkiya burslari veb-sayti bor, o'sha yerdan registratsiyadan o'tasiz. Va keyingi etap sizni собеседованиеga chaqirishadi. Agar keyingi etapga o'tsangiz, bu bahorda bo'ladi va finalniy rezultatlar yozda chiqadi. Shunaqa. Xo'p, keyingi masala qanaqa yo'nalishlar bor deyishingiz mumkin. Turkiya burslarida absolyutna hamma yo'nalishlar bor. Hattoki o'sha eng qimmat bo'lgan yo'nalishlardan biri meditsina deysizmi, IT, injineriya, absolyutna hammasi, biznes, xalqaro zamonaviy kasb deysizmi, IT, hammasi mavjud Turkiya burslarida. Xo'p, universitetlarning ko'pi juda ham topi bu universitetlar. 9-sinfdan topshirsa bo'ladimi degan savollar keladi. Yo'q, afsuski 9-sinfdan topshira olmaysiz. Qachonki o'sha 11-sinf bo'lsangiz va 11-sinf tugatayotgan bo'lsangiz, o'sha topshirib bilasiz. Xuddi shunaqa. Juda ham ko'p beriladigan savollardan biri yana xo'p, bank grant yutganimdan keyin ishlab berishim kerakmi degan savol bor. Yo'q, bu grantda siz ishlab berishingiz shart emas. Grant yutganingizdan keyin o'sha 4 yil davomida o'qib, o'rganib, o'sha yerda yashab va boya aytgan barcha qulayliklarga ega bo'lib o'qishingiz mumkin va ishlab berishingiz shart emas. Agar siz ham Turkiya burslariga topshirmoqchi bo'lsangiz va hech qanaqa xatolarsiz hamma dokumentlaringizni to'g'ri qilib registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Eurolinkga murojaat qiling. Biz sizga bu narsada yordam beramiz. Eurolinkdan uzoqlashmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.